Hamid Olimjon o'rik gullaganda, derazamning oldida bir to'p o'rik oppoq bo'lib gulladi. Novdalarni bezab g'unchalar tongda aytdi hayot otini va shabboda qurg'ur ilk sahar olib ketdi gulning totini. Har bahor ham shu bo'lar takror, har bahor ham shunday o'tadi. Qancha tirishsam ham u beor, yillar meni aldab ketadi. Mayli deyman va qilmayman g'ash, xayolimni gulga o'rayman. Har bahorga chiqqanda yakkash baxtim bormi deya so'rayman. Yuzlarimni silab siypalab, baxting bor deb esadi yillar. Etgan kabi go'yo bir talab, baxting bor deb qushlar chiyillar. Hamma narsa meni qarshilar, har bir kurtak menga suylar rost. Men yurganda bog'larda to'lar, faqat baxtni maqtagan ovoz. Mana senga olam olam gul, etagingga siqqanicha ol. Bunda tole har narsadan mo'l, to o'lguncha shu o'lkada qol. Umrida hech gul ko'rmay yig'lab o'tganlarning haqqi ham senda. Har bahorni yig'lab qarshilab ketganlarning haqqi ham senda. Derazamning oldida bir to'p o'rik oppoq gulladi. Baxt va shodlik kuychisi Hamid Olimjon 1909-yilning 12-dekabrida Jizzax shahrida tug'ilgan. Otasi vafotidan so'ng u bobosi A'zam bobo va onasi Komila ayaning qo'lida tarbiyalanadi. Shoir 1923-yilda o'rta maktabni tugatib, Samarqand pedagogika bilim yurti, so'ngra pedagog akademiyasida o'qiydi. U o'qishni tamomlab Toshkentga keladi va ko'pgina ro'znomalarda, Yozuvchilar uyushmasida, Til va adabiyot institutida faoliyat yuritadi. Ikkinchi jahon urushi arafasida O'zbekiston yoshlar uyushmasi kotibi bo'lib, 1935-yilda Zulfiyaga uylanadi. Hamid Olimjon 1944-yil 3-iyulda avtomobil halokati tufayli vafot etadi. Uning qabri Birodarlar qabristonidadir. Hamid Olimjonning ushbu o'rik gullari nomli she'riy to'plami ayni bahor chog'laridagi voqealarni tasvirlab beradi. Ushbu kitobni olib mutolaa etishingizni tavsiya etib qolamiz.